Muhtaram Prezidentimizning tashabbuslari bilan har bitta mahalla yettiligi tashkil topdi. Mahalla yettiligining ichida bizning soliq xodimlarimiz ham mavjud. Bizning Shirin shahrimizda 7 ta mahalla mavjud bo'lib, 7 ta mahallaga 4 ta mahallabazi soliq inspektorlari biriktirilgan. Ularning asosiy vazifasi har bitta soliq to'lovchiga yaqindan yordam berib, hisoblangan soliq to'lovlarining byudjetga tushishida yaqindan maslahatchi bo'lib, ko'makchi sifatida ish ko'rsatib boriladi. Shirin shahridagi joylashgan Farhod mahallasida mahalla soliq inspektori bo'lib biriktirilganman. Ushbu mahallada jami 1320 ta nomlik soliq to'lovchi, 1229 ta yer soliq to'lovchi ro'yxatga olingan. Shundan 62 ta tadbirkorlik subyektlari, 29 tasi yuridik shaxs, 33 tasi yakka tartibdagi tadbirkorlar ro'yxatga olingan. Mening vazifamga tadbirkorlarga soliq xizmatlari ko'rsatish, soliq bazasini kengaytirish, soliqlarni undirish va mahalla byudjetini shakllantirishga mas'ul hisoblanamiz. Yashirin iqtisodiyotni oldini olish borasida asosan demak tadbirkorlarni ishchilarga konvert usul orqali berilgan ish haqini nazorat qilib, ularni ro'yxatdan o'tkazish orqali yana onlayn nazorat kassa mashinasini ishlatilish uchun nazorat qilib, har bir fuqaroga kelgan mijozga cheklarni urdirib, profilaktik suhbat o'tkazib, soliq bazasini kengaytirish kiradi. Tadbirkorlarga savdo qilayotganda xaridorlardan xarid summasini plastik kartalarga o'tkazib berish noqonuniy ekanligini tushuntirib, bo'yicha aholi o'rtasida, tadbirkorlar o'rtasida profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ushbu huquqbuzarlikni javobgarligi to'g'risida ogohlantirib, rasmiy ogohlantirish, ommaviy axborot vositalari orqali ogohlantirish berildi.